Amerika Ayollar Tinchlik va Bexatarlik Kengashi yaqinda Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur ayollarga qaratgan qo'sh ziyonkashligi haqida bir tadqiqot maqolasi e'lon qilgan. Mazkur maqolada lager shoidi Tursunoy Ziyoddinning guvohligiga asosan Uyg'ur ayollari uchrayotgan sistemalik bosqinchilikka uchrash, majburiy tug'mas qilish qatorliq inson qalbidan chiqqan ziyonkashliklar o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur ayollarini Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning jang maydoniga aylantirganligi ta'kidlangan. Amerika Ayollar Tinch va Bexatarlik Kengashining qurg'uvchisi va raisi Dr. Susan Boshqara va mazkur kengashning tadqiqotchisi Peter Tuzzi yozgan bu tadqiqot maqolasida Uyg'ur ayollarining jinsiy va e'tiqodi sababidan Xitoy Kompartiyasi tarafidan qo'sh ziyonkashlikka uchrayotganligiga dunyodagi xalqaro qonun organlarining yetarli diqqat qilmayotganligi eskartilgan. Kanada hukumati 2024-yildan 2026-yilgacha bo'lgan ko'chman qabul qilish planini e'lon qilgan bo'lib, plan bo'yicha buning ichida Uyg'urlarning borligi muhojiratga Uyg'urlarni so'yindirdi. Kanada hukumatining planida 2024-yili 485 ming, 2025-yili 500 ming, 2026-yili 500 ming yangi ko'chman qabul qilishni planlagan bo'lib, mazkur planning izohatida Uyg'urlar Kanadaga yangidan qabul qilinadigan ko'chmanlar qatoridan o'rin olgan. Bu yil 1-fevral Kanada parlamentida Xitoyning irqiy qirg'inchilikdan qochib, boshqa davlatlarda yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rinlashtirish qaror loyihasi ovozga qo'yib ma'qullangan edi. Amerika hukumati Rossiyaga qartilgan embargo doirasida Rossiya, Xitoy, O'zbekiston va Arab Birlashma Xalifaligini asos qilgan 130 shirkatga jazo yurgizdi. Egilinishcha, Rossiyaning Ukraina qilgan tajovuzchiligi sababli Amerikaning embargosiga uchirgan shirkatlarning buningdan qechishiga yordam bergan 12 Rus va bir O'zbekiston shirkati embargoga uchirgan. Amerika Savdo ministrligining bildirishicha, jazo tizimligida Rossiya va O'zbekiston shirkatlaridan boshqa yana Xitoy va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq davlatlardan kelgan 130 shirkat va savdogarlar bor ekan. Bu yil oktyabrda Xitoyning importi tuyuqsiz oshgan, ammo eksporti mo'lchardikidan ko'p tuvalligan. Xitoy Tamojna bosh mahkamasi oktyabrda Amerika dollari bo'yicha hisoblaganda eksport miqdorining bu yil ilgirkidan 6,4% tuvalliganligini e'lon qildi. Iqtisodshunoslar bo'lsa, oktyabrda eksportning 3,3% tuvallaydiganligini mo'ljarlagan. Oktyabrda Amerika dollari bo'yicha importi 1 yil ilgirkiga selishtirganda 3% oshgan. Osiyo bosh ministri Antoni Albanese yaqinqi yillardan buyon siyosiy ixtilof, import to'saqlari va rayon mudofaa ittifoqi sababli jiddiylashib ketgan munosabatlarda yangi yo'llanishga erishish uchun Xitoyda rasmiy ziyoratda bo'ldi. Tunugun Bejinda Xi Jinping bilan ko'rishgan Albanese 7 yildan buyon tunji qitim Xitoyni ziyorat qilgan Avstraliya rahbari bo'lib qoldi. Avstraliya bilan Hamas orasida 7-oktyabr urush portlagandan buyon 6 qitim ko'rishgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashi yana kelishim hosil qilinmadi. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres insonparvarlik urush to'xtatish chaqirig'ini qayta ta'kidlab, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning sheriklarining G'azza rayonidagi 2,700,000 kishiga yordam berish uchun 1,200,000,000 dollarlik insonparvarlik yordam faoliyatini boshlaganligini e'lon qildi.